Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Deganda bilasizlarmi, hech kim ali olmaydi. Menga nima deb o'tirilaveradi. Salom bergandan keyin unga javob qaytarish Allohimizning buyrug'i bo'ladi, akalar. Albatta unga javob qaytarib qo'yish kerak. Javob qaytarmasa katta gunohkor bo'ladi. Musulmon bo'lganimizdan keyin shunaqangi masalalarni bilib qo'yishimiz kerak-da. Hatto biz ularni kofir, imonsiz deb bilamiz, lekin o'zini dini haqida to'liq informatsiyaga ega o'shalar. Ya'ni butiga sig'inish bo'lsa, uni to'liq biladi. Toqqa sig'inish bo'lsa, uni to'liq biladi. Vaholanki noto'g'ri dinda, lekin o'zini dini haqida ma'lumotga ega. Biz aytamiz, da'voyimiz to'g'ri dindamiz, to'ppa-to'g'ri. Musulmonmiz, bu ham to'g'ri. Lekin bo'ldi, shu bilan tugaydi tema. Ag'ga o'tilmaydi. Odam musulmon bo'lgandan keyin musulmonchiligida nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima yaxshi, nima yomon bilib olish kerak-da. Biz musulmonmiz deb dadasi, onasi o'lganda do'p kiyib turish tushunmaslik kerak deyish deydi. Yo to'n kiyib beliga chorsi baylab olish tushunmaslik kerak. Kurtkada tursa ham bo'laveradi, u to'n shart emas u. U din to'nga qarab qo'ygan joyi yo'q. Musulmonchilik deganda Payg'ambar alayhissalom bilasizlar, u kishining ishlari insonlarga islomni o'rgatish. Payg'ambarning ishi insonlarga islomni o'rgatish bo'ladi. 23 yil payg'ambar bo'lganlar, 23 yilda inson qiladigan har bitta ishini Rasululloh detal o'rgatganlar. Bitta qilib o'rgatganlar. U bizi hayotimizda maishiy ishlarimiz bo'ladimi, ibodat bo'ladimi, ko'chada yurish, muloqotlar, bozor, mozor, quda andachilik, qo'ni qo'shnichilik, yeyish, ichish, kiyinish, hamma narsani odobini Payg'ambar alayhissalom o'rgatganlar. Va endi shu qatorida Alloh taolo bizga ba'zi bir ibodatlarni buyurdi. Ba'zi bir gohida qilib turamiz. Masalan, bomdod o'qidik, bo'ldi. Peshingacha buyruq bo'lgan ibodat yo'q. Bori yana deyarli 7 soat. Lekin savol tug'iladi-da. Bomdoddan keyin peshingacha orada 7 soat, 6 soat ichida musulmonchilik yo'qmi degan savolda endi yo'q, nabarot. Musulmonchilik iminda shetda boshlanadi. Chunki bomdodda o'qib peshingacha o'zi xohlagandaqa yashagan inson yomon odam bo'lib qoladi. Xo'p, o'sha ibodatini qilgan odam oralig'ida endi Alloh taolo yana buyurgan boshqa amallari bor. Ya'ni masalan, urushmagin, so'kinmagin, birovni dilini og'ritmagin, ozor berma, zarar berma, g'iybat qilma, aldama, yolg'on gapirma. Mana hozir kelyapti, bozorda oldida o'tdikda. Endi hamma joyda, tuman shaharda bozor bor. Shu bozorlarda o'zim ham savdogar bo'lganim uchun o'ylayman-da, juda aldovlar ko'pda. Lekin achinadigan joyi shu aldov, yolg'onlarni ishlatib savdo qilayotgan savdogarlar 100% hammasi shu Robbim Alloh deydiganlarda. Shetiga xafa bo'lib ketasiz. Xudoga ishonmaydigan odam qilsa, ha bu deysiz, Xudoga ishonmaydi, do'zaxga ishonmaydi, jannatga ishonmaydi deysiz, uncha xafa bo'lmaysiz. Lekin do'zaxga ishonadigan, jannatga, Allohga, payg'ambarga, qiyomat kuniga ishonib turib, ochiqchasiga pul topishida, pul topishi endi hunar bilan bo'ladimi, savdo bilan bo'ladimi, aldasa, yolg'on gapirsa, firibgarlik qiladigan bo'lsa, endi bu achinadigan holatda. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda siz bilan menga shu 30 pora Qur'on deymiz. Shu 30 pora Qur'onda Alloh bizga faqat namoz o'qi, zakot berdi gapirmaganda, Qur'on faqat namoz haqida gapirmaydi akalar. Yo faqat Ramazon oyida roza tutishni o'zini gapirmaydi Qur'oni Karim. Yoki Qur'oni Karim marosimlarda chiroyli qilib harflarni chiqarib o'qirsan deb tushirilmagan. Birortasi o'lsa bir o'qib o'tirar, birortasi deb Xudo Qur'onda u uchun tushirmagan. Endi o'qisa bo'ladi, o'likka o'qisa savob bo'ladi. Bunaqa joyda agar eshitsalaring, o'qisa savob bo'ladi. Eshitmasa o'qib bo'lmaydi.
Lekin nimaga tushirdi bo'lmasam deydigan bo'lsak, bu Alloh taoloning bizga pandu nasihatida, pandu nasihat qilgan Alloh taolo Qur'onda. Arabchani bilsangiz, o'qisangiz, nasihatlar chiqadi u joyda. Xudoning so'zlari, Xudoning gaplari, Xudoning buyruqlari, Allohimizning qaytariqlari bor u joyda. Ana o'sha joyda siz bilan meni Alloh taolo Qur'onda odamgarchilikka chaqiradi. Ya'ni bir-biring bilan chiroyli, zo'r atnasheniyada bo'l, bir-biringni hurmat qil, laqab qo'yma, bir-biringni ermay qilma, o'zingni o'ldirma, birovni o'ldirma. Alohida ayollar degan surani tushirdi. Bu joyda ayollarning haq huquqini joyiga qo'yib qo'ydi va aytdiki, Alloh ayollaring bilan chiroyli munosabatda bo'l dedi. Bu degani musulmon erkak xotinini urmaslik kerak, xorlamaslik kerak, xo'rlamaslik kerak, qarovsiz qoldirmaslik kerak, himoyasiz qoldirmaslik kerak, ayoliga og'ir va xunuk ishlarni qildirmaslik kerak. Chunki og'ir va xunuk ishlarni biz qilamiz erkaklar. Ular nozik xilqat egasi. Ular qiladi, chiroyli, yengil ishlarni qiladi. Va ishlayman desa ham, mayli o'sha tikuvda ishlasin ayollarning ichida. Mayli, agar yo ishlayman desa, mayli bir konditor sex ochib bering, konditorni qilsin, ayollarga yarashadi bu. Lekin boshqa ketmonni ko'tarib yurishi, bu qanaqadir tashqaridan qaraganda bu onaga yarashmaydigan narsa. Bu bizga pozor, bu biz erkaklarga. Qaysi hududda ayollar xorlanyaptimi, o'sha yerda erkaklarga minus bu. Chunki haqiqiy erkak xonadon bor, xonadon bo'ladigan bo'lsa, o'zini qizini, onasini, xotinini, singlisini, opasini bunaqangi xorlanishga qo'yib qo'ymaydi. Hayotidagi ancha-muncha maishatini yig'ishtirsa, yo'q deydi. Men pulni ol, nech pul topyapsan? 3 million, men 3 millionda deydi. Qilma bu ishni deydi. Nimaga? Chunki bu ona u. Alloh taolo Qur'onda, Rasululloh hadislarida ayollarni qadrlab qo'ydi-da. Deyman, Qur'on shuni gapiradi. Xo'p, halol nikohlanib yasha deydi. Bu degani zino qilma, ya'ni nikohimizda bo'lmagan ayollar bilan atnasheniyani qaytaradi. Yo'q, qarama, yolg'iz qolma, kulishma, hazillashma. Bitta aptekaga kirsak, u boshqa masala endi. Bir ayol kishi sotuvda bo'lsa, retsept beriladi, nech pul beriladi, bo'ldi, ag'iga o'tilmaydi. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Buni yaxshiligi bilan ishingiz bo'lmasin sizni. Uni so'raydigan dadasi bor, eri bor, uni so'raydigan. U g'alat namyo gaplarni qilmaslik kerak edi. Ba'zi bir taksistlar bor. Mashinasiga ayol kishi o'tirsa, sekin gap olishni boshlaydi. Eng iflos odam o'sha bola bo'ladi. Birovlarda ayoliga noto'g'ri qadam bo'lsa degan. Oxiri agar yetib borsa nima bo'ladi? Uyda bir tuzukroq sal pauza qilmasdan olish ilojisi bormi? Keling tezroq, keyin davom ettiramiz. Shuni qarab qo'yish kerak edi. Shuna ma'ruzalarga jiddiy e'tibor berish kerak edi. Siz yozyapsizmi? Montajda qo'shib yuborasizlarmi? Menga qarating bo'lmasa. Xo'p, deganim o'sha birovlarda ayoliga shuna qilsa-yu, lekin uni bitta erkak bilib qoladigan bo'lsa, kerak bo'lsa o'limgacha jinoyat bo'lishi mumkin-da. Bu yomon holatlarga olib keladi. Alloh taolo bekorga, begonani ayoliga qarama deb bekorga aytmagan. Mana siz ayolingizga, xotiningizga yomon nazarda qarasam, gap otsam yoqmaydimi? Siz ham meni ayolimga, menga tegishli ayollarga siz ham qaramang, siz ham gap otmang-da. Musulmon inson shunday bo'ladi. Alloh Qur'onda shularda aytadi. Qo'shnilar bilan yaxshi munosabatda bo'l deydi. Islom mashi. Islom faqat do'ppi soqol emas, islom. Yo $1200 umraga borib kelib olib bo'ldi, hamma yo'q dondirib qo'ydim degani emas. Umraga u boraveradi hammasi. U hojidan ko'pi bormi hozir? To'layapti hojiz. U borib kelaveradi. U lekin qolgan ishlarida u inson qanaqa inson? Ya'ni musulmon deganda hamma ishida zo'r odam bo'lish kerak. Erimi zo'r er bo'lish kerak. Xotini undan rozi bo'lish kerak. Xotini undan qo'rqib yashamaslik kerak, zulm ko'rmaslik kerak. Eriga bemalol erkaklarni olish kerak. Eri bilan hazillashib, kulishib, bemalol yashaydigan ayol bo'lish kerak. Nimaga? Chunki u ayol kimga erkalanadi, kim bilan hazillashadi, kim bilan kulishadi, kim bilan o'ynashadi, kimdan padarka oladi, kimdan gul oladi. Katta xolasini eridan gul oladimi? Uni eri berish kerak buni. Bugun musulmon zoti deyarli 99% desa ham bo'ladi, xotiniga gul olib kirmaydi.
onasiga gul olib kirmaydi. Aytmasa o'zi bir chiroyli uzukni olib kirib, mana uzuk deb onasiga yo xotiniga bermaydi. O'sha bir 47 yil oldin bir uzuk taqib qo'yadi, shu bilan bo'ldi, tamom, shu tugaydi shu bilan. Musulmonchilik u qovoq tumshuq, yomonlik, qo'pollikdan iborat emas-ku, nabarot. Islom dini xursandchilikdan iborat, tabassumdan iborat, ochiq yuzlikdan iborat. Mehr, muruvvat islom, bu romantika, sevilib yashash bu islomda mana shu narsa bu. Nikohiga olgandan keyin u xotinni sevmasa, u erni sevmasa qana, nima u hayotmi shu? Bugun qadagi bir ko'chada qolgan bir ahlatdan battar yomon buzuqa ayolga chiroyli so'zlar, chiroyli stiker, chiroyli SMSlar, chiroyli padarkalar, lekin o'zini haloli bo'lgan xotiniga hech nima yo'q. Telefonda 30 sekunddan gaplashmaydi. Ha, yo'q, bo'ldi, ishim nima? Top, qo'yadi. Hani ko'chadagi bitta buzuqi telefon qiladigan bo'lsa, telefon qizigingacha gaplashadi. Musulmon bunaqangi maraz odam bo'lmasligi kerak-da. Musulmon inson faqat boshiga ish tushganda yo uyda o'lim bo'lganda yo to'y qilayotganda xatmi degan ma'noda musulmonligi esiga tushmasligi kerak-da. To'yingizda xatmi qilganmisiz deb Xudo so'ramaydi qiyomat kunida. U xatmi qilganmi, qilmaganmi qizig'i yo'q masala u. Biz din deganda to'yda shu xatmi qilish, xuddi imom qorilar shunaqa bir boshqariladigan bir zombiga o'xshatib qo'yilganda, ha desa, chaqir Qur'on o'qisin ketsin. Ish shu. Ha, o'shim kerak emas unar narsani. U domlaning ishi emas. Qur'on u uchun yodlanadigan bo'lsa harom bo'ladi. Ilm bu uchun o'qiladigan bo'lsa harom bo'ladi. Bu ihson yurish uchun o'qilinmaydi. Ha, Qur'onni sizlar bilmaysizlar, biz bilamiz, sizlarga yetkazishimiz kerak bu narsalarni. Din shu. U sizga yoqadimi, yoqmaydimi, siz problemingiz. U sizga yoqmagan narsa noto'g'ri yoki menga yoqqan narsa to'g'ri degani emas u. U yoqadimi, yoqmaydimi, oq, qora. Tamom. Xolla siz qabul qiling. U siz bilan meni qabul qilish qilmasligimiz Xudoga bo'lishim kerak emas. Xudo namoz o'qidingan, o'qish farz, buyruq, topshiriq, o'qimasa gunohkor bo'ladi. Xolla siz o'qing. Siz namozingiz Xudoga bo'lishim kerak emas. Yoki meni yaxshi yurishim Xudoga bo'lishim kerak emas. Siz jumaga kirsiz ham juma o'tadi, kirmasiz ham o'tadi. Kayf qilsak ham o'sha kun o'tadi, qilmasak ham o'tadi. Faqat Xudo bizni yaxshi ko'rgani uchun o'zini kalomi, o'zini gapi bo'lgan Qur'oni Karimda siz bilan menga qaysidir tomonlama zarar qiladigan narsalarni Qur'onda Xudo qaytardi. Ey, bir-biringni g'iybat qilma. G'iybat oramizni buzadi. Meni g'iybat siz, men sizni yomon ko'raman, siz ochig'ini aytsam. Kerak bo'lsa, vo'shim atnashingni qilmayman. Ha, men ham sizni g'iybat qilyapman, domla bo'lmay o'ldingiz. To'g'ri aytasiz bir tomondan. Ha, domlami, imommi namuna bo'lish kerak. Libboy temada. Ha, domla bo'lib turib biz g'iybat qilib tursak, qolgandan nimani kutiladi? Misol demoqchiman-da. Domla bo'lib turib siz bilan pul bilan atnashingni qilsam, pulda sizga xiyonat qilsam yoki sotayotgan narsamni aldab yolg'on gapirib sotsam, qanday bu musulmon bo'lamiz biz? Ya'ni demoqchimanki, Alloh taolo dinida bizga nima tomonlama zarar borki qaytardi. So'kinma deydi, so'kinsak urushamiz bir-birimiz bilan. Yo kimnidir dili og'riydi, shuning uchun so'kinmaslik kerak. Og'zi polvonlar bor-da, u umrida kalta yemagan deb o'ylayman o'shalarni. Umrida kalta yemagan bolalar o'shani so'kinag'ich bo'ladi-da. Haqiqiy o'g'il bola bor, u haqiqiy mujik deydi-yu, birovni onasidan kelmaydi, ishoning. Haqiqiy erkakni men so'kinganini ko'rmaganman. Nimaga? Gapimga javob bera olmay qolaman deydi. Mujikda u. Haqiqiy erkak. Hali so'kinaveradigan bor, u erkak emas, u musulmon emas-da. O'shanaqa odam bo'lsa, mabodo, sen nima deyapsan? Mana to'ydan keyin chiqing, isbotlab beraman, erkak basligingiz. O'shanaqa tili polvonlar. Zo'r yemaganda o'sha bolalar, o'shaning uchun so'kinaveradi. Anginasi birorta yetib qo'ysin-da, qaqa so'kinadi. Lekin musulmon insonga birovga so'kinsang, jahannamga tushasan degan gap yetadi. Tamom. Men shu 96-yil borganman, shuni o'qiganman, 96-yildan beri so'kinmayman. Og'zimga so'kinishni olmaganman, olmayman Xudo xolasa. Ha, bizda ham problema bo'ladi, diqqatchilik bo'ladi.
O'ziga yarasha muammolar bo'ladi, o'zimiz ishimizda, hayotimizda, biznesimizda. Ha endi achchig'i chiqqanda xohlagan ishini qilaversa, nimasi musulmon bu inson? Mana savol. Hayoliga kelgan ishni qilaversa. Ha inson nimasi bilan inson? Hayoliga kelgan ishni qilavermaydi inson. Hayvon hayoliga kelganini qilaveradi. Mana shuni usish kerak desa, o'zini egasini usib o'ldirib qo'yadi. Ma'rash kerak desa, kechib 1,5 dan ma'ra uradi. Hojat kelib qolsa, to'xta, bu trassa yo'l bo'lsa, odamlar bo'lsa demay, shabad yozilib ketaveradi. Biz insonmiz biz. Yo'li bo'yida trassalarda tika turib yozilayotgan beparosatlar bor. Ha bu odammiz-ku, qani estetika, qani etika, qani kultura, qani gigiyena, qani tozalik, qani farosat, qani odob, qani uyat. Musulmonchilik mana shu narsalarda o'rgatgan. Islomdan oldin farosat bo'lmagan. Islomdan oldin gigiyena, tozalik bo'lmagan. Islomdan oldin mehr, muruvvat bo'lmagan. Hammasini islom olib keldi. Ey cho'mil, o'zingga qara, mo'yloyingni kaltala, tindag'ingni ol, tirnog'ingni ol, atbatingni ora-orada tozalab tur, atir sep, chiroyli muomala bo'l, kamtar bo'l, to'g'ri bo'l, halol bo'l, shedri, saxiy bo'l, qumor o'ynama, kayf qilma, zino qilma, chekma mana u narsalarni. Ha bularda islom olib kelgan. Islomdan oldin bunaqa narsalar yo'q edi. Buni olib qo'ying, to'siyapti mana shu. Pastga olib qo'ying. To'siyati to'g'rimi? Deganim mana islom shuni olib keldi. Biz islom deganda uyda o'lim bo'lsa to'n kiy, do'p kiyni tushunamiz. To'y qilayotganda xatmi qil, shuni tushunamiz. Yana nima endi? Namoz o'qish kerak, shuni tushunamiz. Ya to'g'ri, bu dinda bor namoz o'qish, roza tutish, lekin shunday katta Qur'on faqat shu 2-3 ibodat haqida gapirmaydi-ku. Xo'ja ko'rsinga birovlar uchun maqtanish uchun ish qilma deydi. Mana Qur'onda keladi shu. Publika bor-ku, publikaga ish qilish, xo'ja ko'rsinga ish qilish. Xudo qaytaradi buni. Do'zaxga tushasan shuni qilsang deydi. Bu nima degani? Birovlar uchun ish qilinmaydi. Nima ish qilsak, ihsonmi, sadaqotmi, ibodatmi, yaxshilikmi, yo masjidgami, yetimgami, qiynalganga nima qilsak qilaylik, o'ng qo'l qilsin, chap qo'l bilmasin. Ha bugun 2 kilo kartoshka beraman, internet to'lib bilib yotibdi. Hali bechora kambag'al internetda salapandi ushab turibdi. Misol men agar o'sha kambag'alda unda bo'lsa, o'sha kartoshkani deyman, pishirib ye kartoshkani deyman. Agar rasmga oladigan bo'lsang deyman. Uni pon internetga qo'yib, men bitta kiletga tuxum, 4 ta kap bo'lsa 55 mingdan olib kirib rasmga olib qo'yyapman. Nima u? Ishmi shu? Ha ana odamda nima bo'ladi? Sha'ni ertaga bolasi katta bo'lsa, onasi bundan hali tuxumni ushab turgani bo'lsa, ana bola ertaga katta bo'ladi, 17-20 ga kiradi, ana o'g'il bola. Nima bo'ladi endi? Marranlik sinadiku u bola. Qil, yog'dirib ol, uy olib ber, bildirma. Kasalni davolab qo'y, bildirma. Hozir rasm, video ol, rasm ol, shu. Ha bu ish emas bu. Ha u insonning sha'ni nima bo'ladi ertaga? Ha islom marshimizda islom siz men sizni ehtiyot qilishimiz kerak. Bir-birimizni asrashimiz kerak. Bir-birimizni dilimizni og'ritmasligimiz kerak. Islom mana iminda mashi islom. U do'ppini liboy kiyaveradi uni, soqoli u gey ham qo'yaveradi soqolni. Qumorvozni ham soqoli bor, o'g'rini ham soqoli bor. Popni ham soqoli bor, chiqaveradi bu soqol. Qomat qilib soqol qo'yib olib, uzun chakmonga do'ppi kiyib olsa bo'ldi, bu taqvodor degani emas bu. Musulmon birovlarga ozor bermaydi. Musulmon birovlarga zarar bermaydi. Musulmon o'zini katta olmaydi. Musulmon to'g'ri bo'ladi. Musulmon ikkinchi erkakligini sindirmaydi. Libboy joyda. Nabarot, unda ayib bo'lsa ham xotini bolasi turibdimi? Oshna zo'r ko'rishib, bunday quchoqlashganga o'xshab qisib yur deydi. Oshna deydi. Mayta boling xotining bor ekan deydi. Qisib yur deydi. Unaqa qilma deydi. Xotinini oldini, bolasini oldida dadasini, erini tepib urib, yorib qo'yganlar bor. Yo'lda to'xtab bir-birda. Xotini ko'radi, bolasi ko'radi. Uni oldida nima bo'ladi u erkak kishi? Nima bo'ladi shu? Xo'p, kuchli urib qo'yadi to'ppa-to'g'ri. Yo zalga kirgandir, yo Xudo tug'ma kuch bergandir. Gap yo'q, u tan olinadigan narsa. Biz iti basmiz ko'rishadigan. Libo odam zalga kirib 1 yil kachatsa qilsin, yoradi liboyini. Lekin Alloh taolo bizga nima bergan bo'lsa,
uni yomon, jinoyat, harom ishga ishlatsak, shu ish bizni jahannamga olib kirib ketadi. Masalan, kuch bilan odam o'ldirish mumkin, kuch bilan odam qutqarib olish mumkin. Pul, pul bilan kimdir fohishani ko'ynini olyapti. Kimdir yetimni ko'ynini olyapti. Kimdir fohishani ko'ynini olsa, kimdir xotinni ko'ynini olyapti. Qaysi go'zal? U musir, u akajon, pakajon o'laman, qolaman deb sizdan oldin 3,5 mingtasiga aytgan u. Musirdan battar fohishalar. U yeshilaveradi, u pul bor ekan, u boshmaldag'i so'rab o'tiradi. Pulni bering-da. Bu oyog'im kirib ketdi, yalab tozaladingda, javob tozalaydi. Tuzukroq tashingda 20-30 dona, 2,000-3,000. Tozalaydi yalab. Shunaqa badan furush ular. Lekin ayolgachi, qani o'zi bizga ishonib, shu erkak, shu musulmondir, bizga ishonib, bizga suyanib turmushga chiqqan ayolni nima haqqimiz bor bizni uni xorlashga, xo'rlashga, kamsitishga, fikrini eshitmaydi, o'tirib gaplashmaydi. Qandoq erkak bo'ldik biz? Payg'ambar alayhissalom iymoni baquvvat ummatim ayollari bilan, ya'ni bu degani onasi, singlisi, opasi, qizi, xotini bilan o'ziga tegishli ayollar bilan chiroyli munosabatda bo'ladi deganlar. Islom mana shu. Biz islom deganda boshqa bir qanaqadir marosim, ikki tushli ibodatni tushunmaylik ekanlar. Islom bir-birimizga chiroyli munosabat. Sizni qancha pulingiz bor, bizni hurmat qilib qo'ying. Qayerda ishlaysiz ham bizni hurmat qilib qo'ying, oddiy xalqni. U puli bor palondaqa, mansabi bor palondaqa, o'zi sur-sumbatdan bo'lmasa, umuman yaqinlashmasin bizga, odamni g'ashiga tegib, qo'lini uchini berib ko'rishib, mensimi? Kimsan sen? U odamlar bilan unday ko'rishasan. Normalni ko'rishur, to'g'ri ko'rishur, to'g'ri gaplashur. Nima, puli yo'q odam emasmi? Oddiy ishchi odam emasmi? Din bizga shularni o'rgatadi-da. Chunki mana Xudo kayfni qaytardi. Odam kayf bo'lganda odamgarchilikdan chiqib qoladi. Hatto kayf qiladigan bolalar bo'lsa-ne, o'zingizdan bilsangiz kerak. Ko'rgansizlar bo'lmasa. Hamma nechtasini ko'rganman, ishtoniga siyib qo'ygan, ustiga qusib olgan, bir joyda yotgan. Xorlik-ku bu. Buni ko'radi, buni akasi, ukasi ko'radi. Bechora o'g'li, qizi, o dadangni qaradi, bitta rasmga olib, "Mon qara dadang", faqat internetga qo'yib maqsa, u sinadiki u bola. U sinadi u bola. Ishtoniga siyib qo'ygangi ko'chada bir buzuq ayol bilan yurganini sinfdosh ko'rib, o dadangni qara desa. Biz shuna dada bo'laylikki, shaltag'imiz bo'lmasin, minusimiz bo'lmasin. Farzandlarimiz bizni deb kallasi chotiga kirmasin. Dadam deb faxrlansin. Onam deb faxrlansin. Dada onada shaltaq bo'lib tursa, o'g'il qiz sinadi, ruhan sinadi. Minglabini ko'rganman, ko'chalarda, yo'llarda yotganini. Mana o kuni ko'rdim. Axlat to'kadigan joyda oldi yotibdi bittasi. Qaranglarchi, o'lib qoldimisa, yo'q deya, chaqiringlar olib ketsin birartasi dedim. Velosipedi 3 metr naryoqda yotdi. O'sha ham kimdir eri, kimdir dadasi. Yosh kattaroq bir 40-42 lar atrofidagi bola. Bu degani bolasi 7-8 sinf bolalar o'zi. Bu odam bu data o tupoy bo'lmasligi kerak-da. Faqat o'zini o'ylab, bas, bu dunyosini, oxiratini, qizini, o'g'lini, oilasini, sha'nini, avtoritetini o'ylab gap gapirish kerak. Shu narsalarni o'ylab qadam bosish kerak. Shu narsalarni o'ylab turib ish qilish kerak. Tasavvur qiling, o'rtada chiqib olib, kimdir dadasi bo'lgan insonda o'rtada chiqib olib bir o'g'il bolaga yarashmaydigan qiliqlarni qilib o'ngga tushib tursa. Qandoq biz erkak biz-ku biz. Erkak qosh tushirmaydi, erkak dumba o'ynatmaydi. Biz erkak biz. Erkak javob bera olmaydigan gapini gapirmaydi. Tim bo'li musulmon. Biz musulmonmiz biz. Shuning uchun Alloh taolo ozgina dunyoda yaxshiligingni qilib ol deydi. Payg'ambar alayhissalom dunyo oz deganlar. Mana o'lim yoshi uji bilsalaring, o'zi payg'ambarimiz hadislari bordi, ummatimni ko'pi 60-70 yosh atrofida o'lib ketadi deganlar. Akalar, yaqinda o'lib ketamiz, 97 ga kirsak ham babi o'lamizda. O'lib yo'q bo'lib ketsang mayli edi. Qani endi o'lib yo'q bo'lib chirib turpoq bo'lib ketsang mayli edi. Uni bo'lmaymizda. Xudo aytadi-yu, seni turpoq qilaman, to'g'ri chiritaman deydi, lekin va minha nukhrijukum deydi. Yana turpoqdan chiqarib olamiz seni deydi. Tirilamiz boshqatdan akalar. Tirilib,
hali o Xudo bergan narsalarga javob berish bor. Jinni basiding, aqling joyida edi. Aql bilan nima qilding? Aqlini ishlatib kimdir qumor o'ynayapti. Aqlini ishlatib, kallasini ishlatib, qaysidir ayolni yo'ldan uryapti. Aqlini ishlatib o'g'irlik qilyapti. Lekin aqlini ishlatib kimdir halol mehnat qilyapti. Kimdir ko'nglini olyapti. Kimdir kechpa uxlab yotib, palonchi do'stim qiynaldi, nima qilsam ekan deb o'ylayapti fikrida. Nima qilsam yordam qilar ekanman deb.